Assalomu alaykum, sizlar bilan Suhrob O'zbek Saidov kanali. Demak, bugungi video obzorimizda mahsulotga gaplashamiz. Har doimgidek sizlar bilan pul haqida bilasizlar. Videoni bekorga nomidan o'zi вообще-то ish kerakmi deb qo'ydim. Ha, xuddi shunday. Nu, o'sha mana shu platformada umuman olganda birga ishlab, umuman olganda ishlashingiz mumkin. Umuman olganda, da, ishlasa ham bo'ladi. Xuddi bir xillar frilansga o'xshatishdi. Men ham boshida frilansga o'xshatdim. A, Videoni oxirigacha ko'rsalaringiz albatta buni tushunib yetasizlar nimaligini. Так, bu qanday platforma bilasizlar? Bu Solana'ni loyihalaridan biri hisoblanadi. Masalan, Kolizim bor, undan tashqari Superteam degan loyihasi bor. Bilasizlar, bundan oldingi videolarda Solana O'zbekistonda degan video qiluvdim. Va bu haqda kontent qiluvdim. O'zi Superteam haqida. Superteam nima? Umuman olganda va hokazo. Va Superteam umuman olganda Solana nimaligini sizlarga aytsam. Solana bu kriptovalyuta emas faqatgina, balki blokcheyniga ega kriptovalyuta, top kriptovalyutalardan biri va undan tashqari u shunchaki blokcheyniga manaqa bir kriptovalyuta emas, balki bu kripto kompaniya hisoblanadi. Katta infrastrukturaga ega bo'lgan kompaniya hisoblanadi va shu Superteam o'zini loyihalaridan biri. Umuman olganda bundan maqsad asosan Solana'ni o'zini tasdiqlangan community hamjamiyat guruhlari bo'ladi. Har xil davlatlar, har xil mintaqalar bo'yicha va shularni birlashtirib turadigan platforma Superteam bo'ladi. Основной siz bu yerda anaqa tanish-bilishchilik, networking, tajriba olish va birga daromad qilishingiz mumkin shunday. Так, if you're an agent deb qo'ygan, browse eligible listings to earn your first crypto deb qo'ygan. Даже anaqa agent eligible qilib, agar shuningdek agenti bo'lsangiz ham birga daromad qilar ekansiz shunday. Join the talent layer of Solana, ya'ni talantlar bo'limiga qo'shilishingiz mumkin o'sha Solana. Undan tashqari hackathonlar, member perks va if you earn your crypto deb daromad qilsangiz bo'ladi bo'lganda. O'zingizni как ish bilan ta'minlashingiz mumkin. Onlayn daromad bo'lganda qanday bo'ladi, hammasini sizlarga tushuntirib beraman. Demak, o'zini hackathonlari ham bor. Bu yerda masalan kirsalaringiz, Your Solana hackathon va hokazo ko'rsatgan. Bu yerda masalan nima uchun Solana bilan birga qurish kerak, hammasini tushuntirgan. Undan tashqari token va anaqa qayta token va anaqa ideyalar deb qo'yilgan. Prepare your submission o'zingizni qilib, Superteam bilan hamkorlikda o'zi вообще-то qilingan. Va ko'rib turgan nima uchun qilish kerak? Mana ko'rib turgan hozir hackathonlar, validatorlar mana shu Amerika Qo'shma Shtatlari, ayniqsa Yevropada ko'p ekan. Undan tashqari Fast Implement Production ko'rsatilgan, nima narsalar va hokazo. Hackathonlarga qatnashishingiz mumkin. O'zi hackathon nima? Qisqacha sizlarga tushuntirib beraman. Hackathon bu musobaqa, umuman olganda dasturchilar, proyektlar, loyihalar musobaqasi. Startapdan farqi bu, siz qandaydir Solana ekosistemaga umuman olganda yechim kiritasiz, innovatsion va o'sha umuman olganda hackathon. Dasturchilar jamoasi bo'ladi va hokazo. Mana ko'rganlaringizdek, nima uchun anaqa Global Network for Builders, ya'ni builder quruvchilar uchun, masalan, Pavel Durov bu builder hisoblanadi, quruvchi, o'zini ton ekosistemasi bor, Telegram bor va hokazo. Xuddi siz ham qurishingiz mumkin. Va Network for New Developers deb qo'yilgan, ya'ni yangi aloqa, ya'ni tanish-bilishchilik, networking qilish, yangi dasturchilar bilan, mahalliy community qo'sha guruhlar bilan globalniy anaqa tanish-bilishchilik qilishingiz mumkin. Undan tashqari 100 mingdan oshiq registratsiyadan o'tgan frilanserlar va bounty ishchilar bilan tanishishingiz mumkin. Bo'lganda shu atmosfera. Va har xilcha loyihalar, NFTlar, DeFilar, Depinlar va hokazo o'sha sanolar bilan ekosistemda qilinib kelyapti. Undan tashqari har xil raqamli aktivlar umuman olganda ko'rsatib turganingizga batafsil tanishib chiqasizlar. Ну, xullas, hackathonlarda ishtirok etib jamoangiz bilan birga daromad qilishingiz mumkin. Agar jamoangiz yo'q bo'lsa, shu join hackathon qilib jamoa o'zingiz qurishingiz mumkin. U yerda ham masalan siz bilan jamoa quramiz deydigan odamlar bo'ladi. Agar jamoangiz yo'q bo'lsa yoki tayyor jamoangiz bo'lsa, o'sha qatnashib sizlarga grantlar beradi, pul beradi va hokazo, o'sha birga daromad qilishingiz mumkin bu yo'l. Ikkinchi yo'l esa bu member perks, demak kirsak, masalan, exclusive perks member, ya'ni eksklyuziv umuman olganda imkoniyatlar a'zolar uchun. Siz umuman olganda Superteamni a'zosiga aylanasiz. Shu masalan, Solana bilan o'zini Solanadagilar bilan gaplashdim. Qozog'istondagi Solana o'zini vakillari bilan
va ular ham taklif qilishdi menga как Solana'ni bo'lganda vakili, bo'lganda как a'zolaridan biri bo'lishga va men ham hozirda qiziqib o'sha programmalardan foydalanib o'rganib kelyapman. Daromad qilishga qiziqdim. Juda ham zo'r ekan. Bunaqa imkoniyatlar bormi, yo'qmi deb sinab ko'rib, ish davomida natijalarimni albatta sizlarga o'sha kontent sifatida qo'yaman. Demak, o'sha qanday imkoniyatlar beradi? Masalan, Jupiterda masalan enjoy the highest tier of cashback, ya'ni siz Jupiter bilan qandaydir to'lovlar va hokazo qandaydir operatsiyalar qilganingizda 10% o'sha komissiyadan masalan cashback qaytarib beradi. Masalan, bu 3 oy uchun amal qilar ekan va hokazo bu live endi hozirda ishlayapti bu Malayziyada, Braziliyada, Yaponiyada, Malayziya va hokazo hammasida ko'rsatilgan. Super Team o'sha mana shularga a'zo bo'lsangiz, Super Team Malayziya filialiga yoki Singapur yoki Janubiy Koreya bo'yicha yoki Dubay filialiga a'zo bo'lsangiz, umuman olganda shu imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Va yana boshqa imkoniyatlar undan tashqari bu qaysidir imkoniyatlar bo'lsa, undan tashqari mana Job Talent, Job Placement, ya'ni Sign up your team talent, get prior access, hundreds of full-time roles in them. Ya'ni ishga kirishingiz mumkin. O'sha talent forumga o'zingizda arizangizni qoldirasiz, rezyume, CV, o'zingiz haqida umuman olganda batafsil ma'lumotni, ular sizni agar sizga to'g'ri kelsa, albatta siz bilan aloqaga chiqishib, shu bilan o'zingiz xohlagandek полный stavka yokida yarim stavka yokida stajировка yokida umuman volontyorство qilib umuman olganda daromad qilishingiz mumkin umuman olganda. Va har xilcha super team domenni ishlatsangiz bo'ladi agar veb-sayt qiladigan bo'lsa, completed ya'ni to'liq qoplangani уже masalan har xilchalari bor. Bular masalan men ko'plarni tanimayapman. Har xilcha proyektlar, airdroplar beriladi ko'p mana bu shuncha 50 mingta airdrop ajratilgan masalan olishingiz mumkin. Hammasi shu sovg'aga beriladi agar a'zolardan. Men ham a'zolardan masalan burn airdropni olishingiz mumkin. Business incorporation olishingiz mumkin. Professional access fellowship va hokazo. Meetup fund ya'ni super team bo'yicha agar har xilcha tadbirlar tashkillashtirmoqchi sizga $200 tayyor berishga tayyor ular вообще-то. И undan tashqari yana bonk airdroplari va hokazo shularga ega bo'lishingiz mumkin. И shu yana основной и основной earn your crypto ya'ni kriptovalyuta ham ishlashingiz mumkin. Ya'ni pul olasiz, pul ishlaysiz, ya'ni ishlaganingiz evaziga. Mana xullas ko'rsataman. Demak, tak xullas mana shunaqa interfeys bo'ladi. Masalan, masalan bounties vazifalar bo'ladi, bu yerda proyektlar, loyihalar, bu yerda grantlar, pro a'zolar, men haligacha pro emasman. Undan tashqari fronter degani bor ekan. Masalan, har xilcha kontent, ya'ni anaqa video bo'lishi mumkin, foto va hokazo postlar qilishingiz mumkin. Mana любой turdagi kontent bo'yicha vazifalar bor. Dizayn qilib berishingiz mumkin, development rivojlantirish uchun saytlarga va boshqa vazifalar bor. Umuman olganda siz uchun tavsiya qilinadiganlari bor va umuman olganda общий hammasini ham ko'rsangiz bo'ladi. Vazifalarga qanday ishlaydi, ya'ni profil yaratasiz bu yerda, keyin mana bunaqa bounties proyekt loyihalarida qatnashasiz va o'sha o'zingizda daromadingizni olasiz shunday. Get paid for your ya'ni ishingizga olasiz. Ya'ni bu hech qanday bir random tarzda qilinmaydi. Masalan, blogerlar e'lon qilinadi-ku, masalan, siz mana bu vazifalarni bajarasiz va sizga random tarzda tushadi. Yo'q, unaqa emas. Ya'ni siz o'sha vazifa bajardingiz va o'sha ishga to'g'ri kelsangiz, albatta pulni beradi. Так, основной masala men bunga topshirdim. Super Team Germany create content about Solana Summit Journey. Ya'ni Germaniyadagi Solana Summit'ni tadbirini bo'yicha kontent yaratib berdim degan. Va hokazo bu yerda batafsil ma'lumot bergan, hammasi talablari, umuman olganda talablar, nimalar bo'lishi hammasini, o'sha vazifalarni hammasini o'zini aytilgandek qilsangiz va mana xizmatlari demak, общий umumiy price $10,000 qo'yilgan. Masalan, birinchi o'ringa $2,500 olishingiz mumkin, ikkinchi o'ringa bu $1,500 va hokazo. Undan tashqari 4,000 turibdi. Undan tashqari va 352 ta общий men bilan birgalikda 352 ta odam уже anaqa submission ya'ni zaявка qoldirgan bu bo'yicha vazifani bajarib va уже 7 kun qoldi, 2 soat 28 qoldi va shundan keyin уже e'lon qilinadi shunday. Va men ham masalan topshirdim, masalan mana yozganlar yo'q ekan xullas. Xullas bunga qiluvdim, buni saqlab ham qo'yuvdim va hokazo 137 ta odam ko'rgan va 352 ta anaqa zaявка bo'lgan shunday. Mana hozir ochiq zaявка qabul qilsam, masalan topshirishingiz mumkin. Men masalan endi kattaroq pul ajratilgan ekan, shuning uchun shunga topshirdim. Endi masalan birinchi o'rinni olsam, xuddi tanlovga o'xshab ketadi. Ya'ni tanlovda kim qancha
qancha ko'p kattaroq o'rin bo'lsa, shuncharoq katta daromad qilamiz shunday. Hozircha mana balansimni o'ldirib turibdi o'rganda ko'rib turganlaringizdek. Yana boshqa tanlovlar har xilcha bu jam $10,000 ajratilgan, bunga $120, $110 o'zizni anaqa nima deydi, vkusingizga qarab ishtirok etaverasiz va hokazo. Va yana undan tashqari yana grantlari ham bor, har xilcha grantlar beradi. Agentlik engineering, ya'ni agent va anaqa dasturlash bo'yicha muhandislik grantlari, ideya prompt qilishga va hokazo $200 общий qilingan va boshini $100 berar ekan, keyin уже ishingizni muvaffaqiyatli qilganingizdan so'ng yana $100 beradi. Yana qanday? Masalan, siz Solanaga aloqador integratsion proyekt qilar ekansiz, qisqacha mazmun sizlarga aytib beraman. O'sha integratsiyasiga aloqador proyekt qilmoqchiman va hokazo nazariy formatini tashlagandan keyin ular sizga ishonadi va hokazo sizga $100 berishadi va siz yana $100 oshiqcha u proyektni qilasiz, qilib ko'rsatasiz, ular tekshirishadi, shundan $100 berishadi shundan. Ya'ni bu grant masalan. Bilasizlar, davlatda ham masalan qandaydir grantlar, stipendiyalar va hokazo shu narsalar beriladi masalan. Так, bu ko'rdik. Основной shu. Keyin yana o'sha grantlar har xilcha startap qo'ymoqchi bo'lsinlar, hokazo mana sport, ya'ni Solana tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Bu yerda masalan recent earning, ya'ni kim hozirgi paytda yaqinda qancha ishlayapti, masalan bitta odam masalan $500 ishlayapti. Mana shu odam game dizayn, ya'ni o'yinlarni dizayn qilish bo'yicha anaqa opit tajribaga ega, навыкларga ega, grafik dizayn bo'yicha prezentatsiya taqdimot dizayni bo'yicha va front-end bo'yicha ko'rsatgan, profillarni qo'ygan, 32 ta zaявка bergan va $1050 gacha ishlagan va 5 marta yutgan ekan proyektlarda. Va $500 yaqinda ishlabdi bo'lganda. 19 soat oldin qo'yibdi bu narsani shunday. Короче, mana shu odam realniy odam, ko'rib turganlaringizdek ishlayapti bo'lganda shu. Va juda ham qiziq loyiha. Bundan tashqari recent activity, ya'ni har xilcha activity narsalar, bu zaявка qoldirganlar bo'yicha bo'lganda основной shu. Bu yerda boshqa imkoniyatlar nimalari ham jobs ishlar bo'yicha masalan create jobs hozircha ishlar yo'q ekan bu yerda. Endi har xilcha ba'zilarida bor, yoziladi yo'q. Regionga ham qaraysiz, bu globalniy Amerika va har xilcha hamma skilllarga to'g'ri qilib qo'ydim. Menga hozir qilyapti va umuman olganda shuncha $13 million va shu umuman olganda ishlangan ekan o'sha a'zolar tomonidan. Hali men ishlamadim lekin to'g'risi. Va opportunity list 2907 ta imkoniyatlar bo'lgan ekan va hokazo. Bounties mana shularda xullas vazifalar, bounties tarjimasi inglizchada nimaligini bilmadim. Proyektlar hozircha yo'q ekan, grantlar. Mana shu o'sha grantlardan qilasizlar, tushuntirdim, kripto grantlar va pro. Agar siz pro versiya, professional a'zoga aylansangiz, sizga shu imkoniyatlar beriladi. Qaranglar, kattaroq va har xilcha yangiroq imkoniyatlar masalan. Xullas yana har xilcha imkoniyatlar berilar ekan, foydalilari. Yani eligibility becomes supporting of your own. Buni bo'lish uchun albatta siz qatnashib kelishingiz kerak, shu bilan keyin tanlanasiz va Frontier degani bor ekan xullas. Bu ham xullas hakatonlarda qatnashib shuncha pul yutuqlarga ega bo'lishingiz mumkin. Masalan, O'zbekistonda ham qilinadi. Tether Frontier Hackathon Track, masalan, Tether bo'yicha USDT bilasizlar, shu bo'yicha ham qilishingiz mumkin. O'sha yutganlar e'lon qilibdi, masalan, solo o'ynasangiz bo'lar ekan va 5000 bittasi yuklab olibdi, masalan, profilda kirib. Hammasi bu yerda shaffof, kim qancha ishlagani, qanday proyekt qilgani siz bemalol tanishib chiqishingiz mumkin. Zo'ra, xullas, shu. Va qidirib topishingiz mumkin. Endi главный sahifaga bossangiz shu kiradi. So'rov deb qo'yibdi. Tak, yaxshi. Bu yerda kredit, ya'ni bu kredit, bu imkoniyat ekan. Xullas, kopiya qilib tashlab qo'ydim. Nima, xullas, ya'ni xohlaganingizcha topshira olmar ekansiz. Kredit tugab qolsa, bularga zaявка bera olmar ekansiz. Shuning uchun qancha ko'p kredit olsangiz, shuncha yaxshi. Ya'ni 10 ta invite olsangiz, shuncha 10 ta anaqa kredit olar ekansiz. Shunaqa. Buni ham tashlab qo'ydim, adashmasam mana. Xullas, hoziroq o'zi ishlab mana shu narsa bo'yicha tanishib, o'sha boshlamoqchi bo'lsangiz, mana o'sha ссылка, mana shu ссылкani masalan profilimdan topasizlar. Qanday topasizlar? Demak, bu yerdan kirasizlar, mana
o'sha profilimdagi YouTube kanalimdagi o'sha havolasini tashlab qo'yaman. Kommentariy emas, YouTube kanalim kirsangiz o'zi biosida bor. Va pastga tushsangiz mana Sanal Super Team o'zini bossangiz o'sha kirib ketasiz, o'sha boshlashingiz mumkin. Referalniy havola. Men ham kredit ishlayapman sizlar bilan birga bahonada, и sizlar ham xuddi shunday kredit ishlayapsizlar, xuddi shunday qilishlaringiz mumkin. Va ijtimoiy tarmoqlarimga obuna bo'linglar va boshqa yana foydali havolalar. Tak. И bossangiz shunaqa interfeys hosil bo'ladi. Men hozir kompyuterda masalan gorizontalniy qilganman, sizlar masalan telefonda qilishingiz mumkin. Nimalar olasizlar, masalan Parquet Bonds, Geekstorm, The Walls, Crypto Companies, kripto kompaniyalardan shunaqa imkoniyatlar olishingiz mumkin. Qatnashish evaziga deb qo'yilgan Get Paid Global Standard for Your Design Development Counter-Skill, ya'ni o'zingizda kontent tajribalaringiz, ya'ni dasturlash bo'yicha rivojlantirish va hokazo dizayn bo'yicha standart ravishda shu pul oling deyapti. Morganda work from anywhere bor, ya'ni dunyoni istalgan burchagi bo'yicha ishlanglar deb qo'ygan va hozirgi paytda shu общий o'sha imkoniyatlar qancha pul anaqa turibdi, 52.650 dollar ishlab olishingiz mumkin. Accept invitation deb bosishingiz mumkin va hozirda qo'shilganlar 186.340 ta bor. Bu endi konkurensiya ko'ryapsizlar masalan. И все shu bo'lganda. Bu endi menda hozir ikkita kredit, agar o'sha ikkita kredit tushsa, xohlaganimni уже topshira olmayman. Shunaqa ekan, balans hozircha 0 da turibdi. Tafsilotlarni ham hali berib boraman. Menda qancha bo'lyapti va hokazo. Bu koshelyoga ham ko'rib turganlaringizdek. Bu meni profilim. O'zgartirishingiz mumkin, emallaringizni tanlashingiz mumkin va hokazo. Telegram o'zi boti bor ekan, yangiliklar e'lon qilib qoladi yoki chiqib ketish. Ну, mana meni profilim hozircha shu, bunaqa ijtimoiy tarmoqlar, hokazo mana qilganim haqida post qildim. O'zi mana hammasi shaffof, hozircha hech qancha bir tiyin ham ishlamadim. Ну, всё bo'lganda. Xullas, o'zlari meni taklif qilishdi, o'zim men вообще-то bu proyekt haqida aytmasam ham bo'lardi. Ну, sizlarga ham ulashdim, auditoriyam sizlar, давайте sizlar ham qatnashib ko'ringlar o'shani, и o'z fikrlaringizni, отзывni, anaqa qarashlaringizni yozib ketinglar bo'lganda shunday. И yana nimadir bo'ldi xullas. Mana bunga kiraylik bitta yana. Hozir men bittasini topgan edim, что-то negadir chiqmayapti. Tak. Ну, xullas, yo'q xullas. Leaderboard borda, mana leaderboard основной eng ko'p bu yerda a'zosi qancha topgan. Yo'q xullas, yo'q xullas. Ну, основной shu и главный sahifasi shunday bo'ladi. Mana uni o'chirib tashlaymiz va enterni bossak, shu bilan chiqadi. Va основной 3 bo'limlari orqali, imkoniyatlari orqali daromad qilishingiz, bundan tashqari hackathonlarda qatnashish, bundan tashqari yana o'sha Solana'ni a'zolariga aylanib, o'sha daromad qilishingiz mumkin o'sha proyektlarda qatnashib. Mana Super Team is a community of the best talent learning, earning and building crypto. Ya'ni aytyaptiki, Super Team bu eng yaxshi anaqa talantlarni o'rganishi uchun, pul ishlashi uchun va loyihalar yaratish uchun kriptodagi o'sha platforma deb, o'zi loyiha deb aytib qo'yishgan. Va find your nearest super team, ya'ni o'zingiz o'sha shu yaqin super teamlar bilan ishlab, o'sha yanada zo'rroq ishlashlaringiz, rivojlanishlaringiz mumkin. Masalan, bizga yaqinda chiqdi super team Qozog'iston, ya'ni o'zi Qozog'istondagi Solana'dagi rasmiy vakillar men bilan aloqaga chiqishdi va shu repost qilishimni, reklama qilishimni va hokazo aytishdi. Solana O'zbekistonda bu haqda aytganman shunday. Bu haqda kontent qiluvdim adashmasam. Shu xullas mana shu bizda yaqin community, shu bilan aloqa qilishingiz mumkin. Bundan tashqari Amerika, Kanada, UK, Angliya, to'g'ri, Turkiya va hokazo, Avstraliya va hokazo, Braziliya va hokazo, yana Hindiston ekan. Eng zo'r analiz qildim Hindiston ekan, chunki a'zolari ham ko'p va hokazo Yaponiya shular bor ekan. O'zbekiston afsuski yo'q. Давайте nima deysizlar, o'sha Super Team O'zbekistonda ham ochilsin va men o'zimni hissa qo'shishga tayyorman bu narsaga.
Aksincha o'sha imkoniyatlarni O'zbekistonda ham qilishimiz mumkin shunday. Va mana shu основной shu earn kripto, ya'ni o'sha qaytalik o'sha narsani tushuntirdim. Ya'ni pul ishlash bo'yicha shu yo'li bor. Unda Instagrams, ya'ni o'sha grantlarga ariza berishingiz mumkin, ko'rsatdim. O'sha grantlar orqali daromad qilishni. Ya Ideya bank. Agar siz qandaydir loyiha qilmoqchi bo'lsangiz, sizga tayyor ideyalar banki bor, ya'ni ular saqlanadi va siz tayyor o'sha ideyalardan foydalanib, loyihangizni rivojlantirishingiz mumkin va daromad qilishingiz mumkin. Bu bo'yicha ham har qancha maslahatlar bor, tadbirlar bo'lar ekan. Venture capitalist, ya'ni bular sizni loyihangizga investitsiya kiritishadi. Hakaton oxirgi o'tgan hakaton yutganlar bo'lganda va super teamga a'zo bo'ldik ko'rsatishga olganda. Shu bo'lganda отзывlar, hamma har qancha отзывlar o'zini fikrlarini qoldirishgan, zo'r короче gapi yo'q bo'lganda deb qo'yishgan. Qismga aylaning, давайте kollaboratsiya, hamkorlik qiling biz bilan deb, o'sha siz falonani a'zosi bo'lib, birga hamkorlikda o'sha daromad qilishingiz mumkin. Основной shulardan iborat edi. Sizlar bilan suhbat bo'ldi. O'zbek Saidov kanalini kuzatishda davom etingizlar. Qanday savollaringiz, takliflaringiz, shikoyatlaringiz, qandaydir gaplaringiz keyingi video haqida bo'lsin, bo'lganda qandaydir gaplaringiz bo'lsa, kommentariyda qoldiringizlar o'z fikrlaringizni. Video yoqdimi? Yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike. Kanalga obuna bo'lib qo'yib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yingizlar. Shu bilan har bitta videoni o'tkazib yubormasdan birinchilardan bo'lib ko'rasizlar va sizlar bilan doimiy aloqada bo'lamiz shu bahonada. Va undan tashqari yana do'stlaringizga ham yuborib qo'yingizlar. Shu sohaga qiziqadigan, daromad qilishadigan, pulga qiziqadigan bo'lganda yoki o'zingiz biladigan bo'lganda hammaga yuborib qo'yingizlar. Основной shulardan iborat edi. Sizlar bilan suhbat edi. O'zbek Saidov kanalini kuzatishda davom etingizlar. Sizlar bilan har doimgidek o'sha pul haqida temalardan gaplashamiz. Sizlar bilan suhbat edi. Xayr, salomat bo'ling.